O'zbekistonning tabiiy resurs salohiyati, jumladan texnologik metallarning boy zaxiralari jahon iqtisodiyotida muhim o'rin tutib, mamlakatni bu sohada yetakchi ishtirokchilardan biriga aylantirishi mumkin. Bu jarayonda O'zbekiston texnologik metallar kombinatining roli alohida e'tiborga loyiq bo'lib, u zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan strategik maqsadlarni oldinga qo'ygan shijoatli kompaniya. O'zi 5 yil ichida Janubiy Koreyadan O'zbekistonga sanoat uchun zarur bo'lgan yuqori texnologiyali uskunalarni muntazam ravishda yetkazib berishni rejalashtirganmiz. Shuningdek, professorlar, texnologlar va boshqa mutaxassislar o'rtasida tajriba almashish dasturi doimiy ravishda tashkil etilmoqda. Bugun kompaniyamiz va O'zbekiston texnologik metallar kombinati o'rtasida imzolangan memorandum biz uchun katta ahamiyatga ega bo'ldi. Kompaniyamiz Koreya texnikasini yetkazib berish sohasida faoliyat yuritadi. Kelgusida O'zTMK bilan uzoq muddatli hamkorlik yo'lga qo'yishga ishonamiz. Bizning kompaniyamiz Shanxay shahrida joylashgan sanoat va savdo yo'nalishidagi kompleks kompaniya hisoblanadi. Biz bugun O'zbekiston texnologik metallar kombinati bilan dastlabki strategik hamkorlik aloqalarini shakllantirdik. Umid qilamanki, joriy yil davomida hamkorlik aloqalarimiz yanada kengaytiramiz. O'zTMKga kelgusi 10 yillikda amalga oshirishni rejalashtirilgan loyihalarda muvaffaqiyat tilaymiz. 2025年和未来的10年更好的发展。 O'zbekistonda to'xkon sohasida amalga oshirilayotgan ishlarni ko'rib ayta olamanki, mamlakatingiz AQSh va Yevropa uchun kritik minerallar xomashyosidan tayyorlangan qo'shimcha qiymat qo'shilgan mahsulotlarning yetkazib beruvchisiga aylanishga tayyor. Biz O'zTMK bilan potensial hamkorlikning bir nechta yo'nalishlarini ko'ryapmiz.